Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Avatar uzumingizni tashlamayapsiz deganlarga do'stlar, avatar uzumni tashladik. Mana ko'rishlaring mumkin. Bugun 2025-yil 27-sentyabr oyida mana avatarlarimiz suqib qo'yganmiz. Mana xudo xolasa yaqinda kulokka olamiz. Mana holat shunga yetib keldi. Mana haqiqatan ham avatar deganlarga do'stlar, barga qizilbarg bo'ladi mana. Barga qizilbarg 100% ko'rib qalamcha qilib suqqanmiz do'stlar. Buni ko'chatiga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishonchli, mana xudo xolasa o'zim ko'z bilan olib kelib suqqaman. Qizil barg bo'ladi deganlarga mana bargi qizil bo'ladi. Holatini shunga yetkazib qo'ydik. Xudo xolasa inshaalloh mana shu yerda 2000 donadan oshib suqib qo'yganmiz. Noyabrdan boshlaymiz do'stlar. Mehnatiga lak bosib ham uzum ko'chatdan boq qilaman deb 8 sinovlarimiz bor. Avatarni ko'pchilik so'rayapti, aka qo'ymayapsiz deganlarga mana holatni ko'ringlar do'stlar. Mehnatlarga do'stlar yoqqan bo'lsa bittadan lak bosib qo'yamiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bari yangilar xudo xolasa tashlab boramiz. Buni ham sotishni boshlaymiz xudo xolasa. Shunchalik qilib qo'ydik mana issiqlardan chiqarib. 100% mana qizil barg bo'ladi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.